Salom do'stlar, sizlar bilan Respect. Salom do'stlar, sizlar bilan Respect. Bugun biz mana shu uyni sotishga majburmiz, chunki bizning bitta pulimiz yo'q. Bu yerga chiqaman desak, kirkamiz yo'q. Shuning uchun endi bu uyni sotib yuboramiz va qishloqlar bilan savdolashamiz. Qani ketdik. Bu uyim juda ham yaxshi edi, lekin ammo pul kerak menga. Xaridorim kelyapti-ku. Uyimni ko'rib chiq. Mana 2 stak izmirot. 2 stak izmirot endi bo'lmaydi-da. 5 stak ketadi. 5 stak. 5 stak. Sotmayman unda. Unda ko'paytir. Ko'paytirasan. Ko'paytir maylimi? Men ko'paytirasan maylimi? 5 stak berasan mana. Tezroq ko'paytir. 10 tadan ko'paytiryapsanmi? Ko'paytiraver. Meni ayam bundan ham boyagisiga loyiq. Ay, 4 stak bo'ldi. 4 stakka emas, 5 stakka roziman men. Ha, mayli, roziman, bo'pti. Uying bilan, bo'pti. Endi yuvasan uyingni, tushundingmi? Yuvasan uyingni, yuvasan. Yo, yuvasan, tushunmaysanmi? Menga narsa berasan deyapman. Ovqatlanamiz, ketdik. Ovqat berasan menga. Unga tushuntirishni. Menga narsa tayyorlab berasan deyapman. To'poy, shuni ham tushunmaysanmi? Uy meniki endi pulni to'laganman deysan. Choy qilib berasan deyapman senga. Meni gapimga tushunmadingmi? Kirib o'ldir. Yoki o'l. Salom. Voy qishloq. Izmirga narsa berasanmi? Ha, beraman. Ammo biz hozir qishloqlar bilan savdolashmay. Gapimga tushundingmi?